Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ömerka, Mehmet Oqtixonda avvallar. Men Gollandiyadan Abdurim G'ani yaxshi suhbat bo'ldi. Men o'zimniki bir suhbat kirib bir fikrimni savolni o'tirib qo'yay deb telefon qildim. Men hozirgacha har xil shakldagi har xil turli jidal majra aralashmay keldim. Masalan, uluschilik Uyg'uriston jidali bo'lsin, independent people мәселен дегенде her xil bundaylik bir-birisiga qarshi bo'lgan munozara qatnashmay faqat kuzatib keldim. Ba'zi masalalarga o'zimniki bir tanqidiy fikrlarimni bir kuzatkish bilan subtilla o'tirib qo'yib keldim. Faqat men o'sha Sharqiy Turkistondagi besilgan zimni ekanlik oid maxfiy hujjatni oshkorlab buning bu hujjat ko'tarib chiqishga bektirishdim. Men buningga Muştan diken ki Nurgullah dedi sen kurultaya karşı kurultaya ölçmelik kıvatsa o bu der. Ben kurultaya karşı emez kurultaya ölçmememez. Ben bir Uygur'un bir milletçiler sütüm bile Uygur'un kurgan teşkilatıga karşı olsa bu benim bir vicdanıma gururuma xilap. Şuna kurultayın faaliyetlerini kollayım. Hazır mı kollayım? Faaliyet kalsan çakırsan var ben. Yani ben demekçi oğlum hem de Ömer Kötken'in sıdımı şu mehbi hüccet akırgıles olga neh meydan ufun kısım siz bunu inkar kıldınız bunda bir hüccet yok dedi. Bunu kurultayın hem yetti rehberler hemiz inkar kıldı. Ben bunu delil ispatla oturup koydum. Erkin alıptaki akımızdan bir kötüyüm çırayla şekilde küresem bu akımızı inkar kıldı. İnkar kıldı hemisiga ben üstteki İsa Yusuf alıptakindeki yazgan kitabındaki 500 betteki delil ispatını oturup koydum. Koygandıkken bu akımız ben bir kürep ben haberini bireydi de hani arlık yaratıp ben cevabını vermeden deb yo'qolib ketdim. O'tganda buni men qurultay yig'in echilishidan ilgari men mush hujjatninki surishni yana qilib Dunyo Uyg'ur qurultayininki taftish boshlig'i Abdukim Idrisga o'tirib qo'ysam buldingiz tekshirib sana javob beramiz-ku deganda ko'p javobi bo'lmadi. Ana oxiri men qurultayininki xalq vakillik nemisdan voz kechyaptim. Bu aniq narsa buning yolg'onchi olmaydı. Onun keyinde Gollandiyadan maxsus qurultayınki nimsiga chekilgan yig'inga borgan bir qarindoshimiz bor edi. To'sinjan havol qildim. Biz yig'inga borganda İsa Yusuf Altekin'den mushni bir so'rab beqiga Erkin Altekin'den mush maxfiy hujjat haqidagini deb hadisni yozgan kitob dersim shu balığı men WhatsApp evet vermiş köstüp aşk akımızda muş doğrusu neme deyirken bir so'rab beqiga desa bunu deb To'sinja bir ko'rishyapti ki Kürese erkin alıp tekin biz depto bu hüccet var. Lekin bu bala bu hüccet kirişi oldu. Bu hüccet bu balığa birişki bulmaydı. Bunun da bu mühim nurgun hüccetler bu karı sandıkta. Bunu biz bir gün açmayız. Açsak yani bu balığı beğenmeyiz bu neslerininkine. Lekin bunu etişinki bir vakit saat eme. Vakit saat kelgende bizi içip bunu dünya aşkarlaymayız deb bu gapni yevatibdi. Hem bunun ovozi var. Endi olsa bana beğenmişse to'g'ri. Bana bir to'g'ri men bir xaridagi tashkilot emas. Bo'lmagandan bana beğenmişse to'g'ri bu narsanikni. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultayiga birish kerak. Mening bu yerga Dunyo Uyg'ur qurultayidan ikki rahbarlar o'tiribdi. Umarxon akamiz bilan ijro komitetining raisidan qonun komitetining raisi Mehmet Oqtixon o'tiribdi. İsa Yusuf lekin akimiz depti To'sinjanga bu hujjatni men va depti. Lekin hozir oshkorlanmaydi ekan. Undasa Erkin akimizning yashi 80 yosh yashib ketdi. Alloh umrini uzun qilsin. O'lim yetimlik Ahmedanning abishlik bor. Tuyuqsiz vafot etib qolib qolsa, o chog'da bu qora sandiqni biz kimdan surishti qilamiz? Bu maxfiy hujjatlarni shundan boshqa bundan yana nurg'ulga hujjatlar ekan. Bu hujjatlarni biz kimdan surishti keramiz? O qora sandiq nerede? Kim bizga qaytarib bu qora sandiqni? Bu bir masala. Shunga biz Xitoydagi huquqimizni olamiz. Xitoy dinimizni olamiz deyishni ilgari avval hozir hayot vaqtidagi qo'lda bor Sharq Turkistondagi davlat manfaat munosabatli bo'lgan hujjatlarni yig'ib shularni tadqiq qilsak bo'ladi bu narsaninkini. Shunga demoqchi bo'ldim, chiqqan o'tiribsizlar, meni qurultayning kutuvini haqiqatni men bunga yana deydigan fikrim Erkin Altekin akimizdan ko'rishib, shu qora sandiqdan nimalar bor? Nimalar bor? Shu tizimlar, o narsa qurultay bir o'tkazib olsa, o narsa mangam bersin, kim bersin? Manda hüccetne maçıcıkine ben ya Dolkun İsa'ya verdim ya Ömer Kanat'a verdim ya Mehmet Oqtixon'a verdim. Manda adam şahit de bunu bir noter kıldırıp bu nesnikine bir koysa. Öyle bir günde bunu biz Esqat'a vakti biz kimden alımız bu neslikine demekçi olan nesem bu meniki. Çünkü bunun en ahir dedim cevap alalsam aldım. Yani bunun cevap alanma yani kıp kalsam yani
bularga buni davomli murojaat qilaman. Men o savol so'rab, uning javobini buni qilgan uchun qoyil qilmagandan keyin pulimiz bor. Başka bir cevap versin. Ya tamam. Ya rahmat. Hemen ölçemeye doğru. To'g'ri, o'sha nimaga nayt ko'ngil bo'lib degandek qanchalik vaqt bo'ldi o'sha nimaning orqada yurdi bu qarindishimiz. Biz men inkor qilmadim, lekin men dedimki men ko'midim dedim. Shuni deb qo'yay. Bu nima bor bo'lishi mumkin, men bu nima yo'q degan gapni qilmadim. Bunda bir nima men ko'midim. Iso Efendimninki yenida ishildim, lekin balki men ko'mganligimning sababi belki ben Xitayçı bilmeyim birincisi. Bu hüccet Xitayçıken. Şunda değildi o Xitayçı hüccette. Ben bunu ben kömüdüm. Buluşu mümkün. Ben kömüdüm dedim. Başkalarım şunda diyen buluşu mümkün. Çünkü biz o bilmegenliğini yakbundanımı yok delenmeyimiz. Erkin Alptekin efendimninki onda diyindin haberimiz bulmadı. Elbette şunda diyen bolsa biz nayte bir yığın içip bunu ben sizge müşahede vədi berime. Çoxum bizninki reisler yığını da bu meselini oturup koyup erkin kam muşunda depto bunun nurgun hüccetler nimeler baki. Eğer bolsa bunu özü badigendeki bunu ilan kılış gerek. Ya olmasa Dünya Uygur Kurultayı'na bunu teslim kılış gerek deyimiz. Çünkü bak nimeге bizninki nayeti ihtiyacımız vardır. Bayan Mehmet Toxta Efendimi dep ötti. Biz hazır birinci bo'lib bütün Uyg'ur tarixchilarini yig'dik, Uyg'ur mutaxassislarni yig'dik. Xo'sh, biz Sharq Turkistonninki zimin davosini qilamiz. Buni mustaqil qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqillik nimasiga erishish uchun nurg'un yo'llar bor bosilgan. Qonuniy asoslari bo'lishi kerak. Bu qonuniy asoslarini tiklash uchun qo'limizda hujjatlar bo'lishi kerak. Qaysi qonuniy asosga qarab mangsak Sharq Turkistonning mustaqilligini tezdan qo'lga keltira olamiz deb tarixchilar bilan kurashdik. Mushunda hujjatlarni aslida biz yig'dik. Nurg'unlagan tarixiy hujjatlarni Sharq Turkistonninki bisilingan bir zimin bo'lganligini isbotlash uchun. Bu hujjatlarning hammasini bayan Mehmet Toxta Efendimi degandek bir xalqaro advokatlar guruhiga berdik. Bu xalqaro advokatlar guruhi bizga nihoyat oz pul bilan xizmat qilyotidi. Shunda bo'lsa-mu $60,000 pulni shuningga xajildik. Yaqinda bir yig'in ochdik. Ular mushu Sharq Turkistonninki bisilingan zimin bo'lganligiga oid bütün hujjatlarni yig'gan hujjatlarini qaysinin bilan mangsa buni texmi yaxshi bir isbotlash imkonining bo'lganligini biz bilan paylaştı o fikirlerini. Demek ki bununla bizning bunda hüccetlerine ait ihtiyacımız var. Eğer Erkin Alptekin'de bundaq bir hüccet mende bor degan bo'lsa, o çoxum bizga berish kerak. Çoxum şu mutaxassislar guruhiga, bu Sharq Turkistonninki bisilingan ziminligini isbotlash uchun hozir ishlayotgan xalqaro huquqchilar guruhiga buni biz ep berimiz, o berish kerak. Buni biz sizga shu va'da berma dedim. Bizniki reisler grupusida bu meseleni muzokara qilamiz. Men bir ikki qiz fikr qatnashtiray. Ömer Kanat Efendimning degani to'g'ri, biz bu qurultayning qurilishidan boshlab hozirgacha 17 yil vaqt o'tdi. Erkin Alptekin bizning tunji qatimliq reisimiz saylangan. Men hozirgacha shu da'voga aralish jarayonida Iso Yusuf Alptekin rahmatlik bilan mojib ko'rishgan suhbatlarda bo'lgan oq sanduq, qora sanduq, yeşil sanduq ona gapni anglab qo'ymadim. Endi agar undaq bir sanduq yoshirilgan bo'lsa, bu Iso Yusuf Alptekin rahmatlik tarafidan yoshirilib, Erkin Alptekin vatanparvar odam hayotini shu da'voga atagan odam. Iso Yusuf Alptekin haqida men vatandan chiqishdan burun shu vatanda bo'lgan tashviqotlarning nimasida ta'sirida menmi yaxshi ko'z qarash bilan qaramatdim. Alloh bilganni bandadan yo'sho'ganning nimasi yo'q. Bular shu vatanni tashlab, shu qichib ketgan deb shundaq nimalar batdi vatanda tashviqot. Men chiqdim, Turkiyaga bordim, ko'rashdim. Ishni bu rahmatli odamning o'zidimi bu davoni anglash nimasiga muyassar bo'ldim. Jiq suhbatlarda bo'ldik degandek. Ama bu adamning ichidan urg'ib bir vatanparvarlik, bir vatan uchun nimani bag'ishlagan bir ruhni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yana birisi
bu merhum İsa Yusuf Altık'la billa kademma kadem tuğan ikinci bir adam var biz unutup kalsak Mehmet İmam Buğra rahmetli. Eğer bu yerde İsa Yusuf Altık'ın efendimden bazı gumallarımız olsun mu Mehmet İmam Buğra efendim vatani için iki qarindishini şehit vergen. Xotan'da emirlik kurgan. 1930 yıldaki Cumhuriyet'nin kuruluşu ta yeni sağıcı kelgen inqilabçı adam. Bu adamlarning vatanning mustaqilligini xilop keladigan yoki undaq bir hujjatlar bo'lsa uni yoshirib uniga men ehtimol bermayman deganimdek hozirgacha men undan narsani tushirib boqmadim yo anglab boqmadim agar shunday narsa bo'lsa bayat Ömer efendim dedi hozirgacha qurultay $60,000 pul xarjlab bo'ldi ba'zi atalg'ular bizga shunday qulay masalan besvelingan zaman mustamlika u bu buning bizning tilimizda ishlatgan iste'mol ma'nosi bilan qonundagi atalg'uga o'xshamaydi. Bu Sharqiy Turkiston mustaqilligi qaysi so'z, qaysi qonuniy atalg'u eng muvofiq keldi, qaysi qonuniy atalg'udan Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusi to'liq gavdlangan holda o'sha amalga oshadi, buning qonun asoslarini tiklashga yordam ber deganda, masalan, inglizcha nurg'un so'zlar ishlatamiz, qonuniy occupation deymiz, conquest deymiz, foreign subjugation deymiz, foreign domination deymiz. Ananikin colonization hammasi o'sha ishg'ol qilishga munosabatli narsalar. Ammo qonun tilidagi buning beradigan ma'nosi o'xshamaydi. Agar bir davlatning ishg'oli uzun muddat bo'lib kelsa, colonization mustamlika kiradi. Mustamlika millatlarning mustaqilligini garantiyasiga xalqaro qonunlar bor. Mushuning asosini tiklash uchun bu qarindoshlarimiz necha vaqtdan beri bir yerli xalqlarni talash tortish bilan bo'lgan mezgilda biz nima bilan aldirash deganda $60,000 pul xarjlanib bo'ldi, yana bir $40,000 yaqin pul xarjlab 3-4 oyda Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosi tiklandi. Kanadada 6 advokat ishlayotdi. Qonun guruhlari. Yana siyosiy maslahatchilar bilan o'sha kelar hafta o'sha burun ministr bo'lgan, ministr yordamchisi bo'lgan, nayta dangliq siyosatshunoslar, professorlar mushlar bilan qonuniy maslahat guruhi shakllanib bu kelar hafta rasmiy e'lon qilinadi. Mushu bo'layotgan ishlar va bu bu kundalik talash tortish bilan bu shuni qilolmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimizning qo'lida belgi bo'lsa, biz tarixchilarga murojaat qildik, shu xalqaro qonun guruhiga hamkorlashinglar deb. Ko'nglim yerim oldi shuni ifoda qilishim kerak. Tarixchilarimizning jiqnasi chiqmadi. Andamanda material chiqdi, jiqnasi chiqmadi, umidsizlandik. Bo'lmasa bunda so'z olmadi bu. Qarasak nayta gapni cho'ng qilamiz, ammo belga hujjat nimasi kelganda jiqnasi chiqmadi. O'rta Osiyodan tarixchilarimiz va Rossiyani arxivida u va bu dedik, Yaponiyani arxivida Tayvan dedik va hammaga murojaat qilib, bizning kuchimiz yetmasa kuchaytiradigan xalqaro mutaxassislarni ish qilib, shu $60,000 pul xarjlanib bo'ldi. Bu quruq gap bilan bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston da'vosi bundan keyin ko'chalardagi namoyish bu ishning eng oddiy, eng kichik, eng bo'lmasa bo'lmaydigan qismi. Norozilikning ifodalanishi. Ammo buni qonuniy siyosiy asosga o'rtog'izib Sharqiy Turkiston davosini qonuniy jihatdan ham siyosiy jihatdan Xitoyni siqishtirib, shu mustaqillik huquqini oldigan bu kurashda hamda bizga shunday mutaxassislar, shunday belgilar kimdan bo'lsa bo'lsin. Bu narsa bizga lozim. Shunlashqa qarindoshlarning mandaq narsalarga diqqatni chechishi mencha qanchalik to'g'ri buni bilmayman. Agar shunda u bo'lsa cho'qim buni oshkorlash kerak. Qurultay ijro komiteti raisi dedi, buni surishtiramiz deb qurultay raisiga chaqirganmiz bo'lsin Germaniyada. Mayli qanday rangli sandiq bo'lsin, Sharqiy Turkiston buni taqdirga munosabat nima bo'lsa, bu shaxsning mulki emas, millatning mulki, da'voning mulki. Shunlashqa shuni nima qilib berish kerak. Hozir uning ehtiyojimiz bor. Endi qarindoshlarni nima qilganimiz, buni shunday bir talashda nuqtasiga aylantirib, xalqning mengisini qaytib qildirganishligicha bu qurultayning ishga qismida buni nima qilsa, men ham yaxshi natijaga ega bo'ldi deb qarayman. Xo'sh. Herhalde bu sualın devamı var. Abay degandek qarindoshlar bir yig'inchoqlab bir savol so'rasanlar rahmat. Davom qiling. Endi hozir men ikkalamniki gapini oldim, rahmat bergan javobiga. Mehmet To'xta efendim dedi, Ömer Xatap hakimimiz derişik dese biz paranlaştık, bunda bir iş bo'lganmiz bizga deyapti deb. Belki bu shunday tema to'g'risida paranglashgan bo'lishi mumkin va yoki paranglashmagan bo'lishi mumkin. Endi bizda mana bir ish va ilgirki bizning da'vo beshligilarniki ish izlari yozilgan kitoblarni o'qimay turib, ularning qanday da'vo qilganliklarini biz bilamiz.
Uni qanday maxfiyatda qanday narsa yozilganlar. Hozir Mehmet To'xta efendim dedi, men ondan narsa ko'rib boqmagan, qarasandiq anglab boqmagan maxfiyatni bilmaydi ekanman deb. Undas Mehmet To'xta efendim İsa Yusuf Altekinninki erknardagi ishizdan yaxshi biladi, onun yozgan kitobini o'qib beqibdi ekan. İsa Yusuf Altekin yozgan kitobninki asr doğrultusunda kitobning 501 betini açıp baksın. Aşağı yaxshi bu doğrusuda İsa Yusuf Altekin şunda bu doğrusuda ispat bergen. Aşağı hüccetning bağlılığını Allah xolisa bunu ben neşr qildirib taqdiman deb üstündeki iradesi bu kitapta bildirgen bu neslikini. Bunun nima deyirkamiz buningga bundan boshqa Umar Qol Turkiyadagi İsa Yusuf Altekin vahbini urg'uchisi shunga telefon qilib Nahmaydan so'rasa uni deydi bunda hujjat kitobda bu narsa aniq yozilgan. Bu Uyg'urlar nima uchun kitob o'qimaysizlar deydi. Bu İsa Yusuf Altekinninki biz chiqqan asr doğrultusu kitap Uyg'urcha tarjima qilinishi kerak. Davo beshik odamlarning hammasi shu kitobni o'qib chiqish kerak. Bosh kitobninkida to'g'ri istiqlaq bu Sharq Turkistonliklarning jumla Uyg'urlarningki bir haqqi deydi. Bu İsa Yusuf Altekin nima qilib bermagan bo'lg'aydi millatga uni men bilmayman. Bu qarasandiqda badab men angladim shu qarasandiq qayerdiki nerede bu tepish kerak deydimdi. Hozir Mehmet To'xta efendim deydi. Unda o'lcha toqqaz bizga andaqda mandaq gap burmacha yo'qlab ketdi. Chiqib aytganda qarasandiq bor yo'q emas. Uni İsa Erkin Altekin debdo Turkiyadagi biz qarni uyda bor ekan. Uzun bir cemaatininkini. Şununla dadisi varsıqış huquqini berib ekan. Undas varsıqış huquqini bilgan dünya Uyg'ur qilib o'tkazib berish kerak bu narsani uchun. İsa Yusuf Altekinning shaxsiy zimminning da'vosi olgan bo'lsa, bu o'zing ayrim masaladir. Ya Sharq Turkistonning da'vosi olgan buni millatga berish kerak. Naval bo'lmasa, İsa Erkin Altekin ekranga chiqsin. Abdurrahim aka, nima? Hal qilaylik. Hamisha boshqa savolingiz bormi? Ma birinchi ikkinchi savolim bor. Ikkinchi savoli 2018 yıl 2019 yılı 10. ayınki 11. ayda mı şu Belgiyada Dünya Uygur Kurultayı'nınki rehberligide Belgiyada bir yığın açıldı. Yani Uygur yaşlarını terbiyeleş kursu şu kurska memnun bağlan kurultay teknikan bunun için merhametini bildirmen şu ya Dolqın İsa hakimizde Ömer Khan hakimizde ayrımen paranlaşkan biraz saatlik paranlaşkan Ömer Khan'ın ait iyisi de var. Bular meni qilayotgan faoliyatlar yüksek baholarni bergan memnun kurultayninki faoliyatini izchil qo'llab bir qanday faoliyat ovoz xatini bildirib Amsterdam Dam meydanida dunyoning har qaysi yeridan kelgan sayohatchilarga qo'l qo'ydirib kelayotgan jazolarni taqash haqida narsa ko'rsatgan. Buni Dunyo Uyg'ur klubining raisi Dolqin İsa hakimiz o'zi ko'rib, ashdagi xatoliklarni tuzib musbat etmasang bo'ladi. Mana bu narsani vaqti kelganda biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan Yevropa İttifaqı Oliy Komitetiga buni birlik sunayli debdi. Sunsang bo'ladi. Men hammani tayyorlab beraman. Bu narsa meniki emas, qurultayning nomida bo'lsin deb shunda degan. Nahmaydan so'yapsizmi? Dolqin İsa hakimiz telefon qilib, o'zining qo'llaydi qolgan bildigan. Ammo men buni necha ming imzo qo'ydirib, tayyorlab BDTdan Yevropa İttifaqı evet bir vaqtida qurultay desam, hech kimni buni tinishmadi. Dastlabki shu qo'llagan shu Amerikaning qo'lliq tasdiqini. Ya'ni bugun kuni kelgan o'sha to'rdan men yozdim. Yozishim hargiz qurultayga qarshi bir narsa emas. Lekin qurultayga buni pulliqqa aktivistlarning faoliyatlarini qo'llab men qayta ta'kidlay rahmat savolni so'rasam. Amerika buni javob berdi. Buni surishni qilib berishni so'rayman meniki bu gapim tugidamda. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Men uninki cho'qim surishni qilaman. O sizning qo'lingizdagi hozir demak sizning qo'lingizda shu lagerga qamalganlarninki tizimligi bor. Shu tizimlikni Dunyo Uyg'ur Qurultayi Birlashgan Davlatlarga buni akirimiz degan yetkazib beramiz degan shuni yetkazmadi demoqchi bo'lyapsiz. Nima men uchratganda qayta olaymi? Tamam. Bizga telefon qilaman. Ha, ma'qul. Okay, bunun demek başka cevap yok şunamı. Qarindishimizning degidagi men gapni qachon bo'ladim, agar shunday bir sanduq bo'lsa, qurultayning mulki, da'voning mulki qaytirib turish kerak dedi. Qonunga qarindishimiz boshqa tushunadi.